Assalomu alaykum, Fayzli Tunikafon jamoasini kuzatib boruvchi aziz vatandoshlar. Yana bir Fayzli xonadonimizdan Tunikafon ishlarini go'zal holatda qilib bitkazib berganmiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, do'stlar, bu xonadonimizda umumiy qiymati 51 million so'mga qilib berganmiz. Qaydlarni qilib berganimiz, oxirigacha tomosha qilsangiz ko'rib olasiz. Xo'p, bu xonadonimizga umumiy qiymati 51 million so'mga bitgan. Bu xonadonimizga 294 kvadrat listni 140 ming so'mdan barcha mahsulot ichida qilib bitkazib berganmiz. Ya'ni reykasi, samarezi, tunikasi, usta xizmati, yo'l kirasigacha bizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berilgan. Tarnovlarni esa 65 metr atrofda qo'yib berganmiz. Metrini 60 ming so'mdan, orqasidagi polli taxtasi, kronштейni, ustanovkasi hamma yo'g'i ichida 60 ming so'mdan qilib berganmiz. Va bir dona kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni zakasni qilib, 3 metrga 3 metr qilib mana shu qangi haybatli, go'zal holatda qilib o'rnatdim. Mana shu tayyor bo'lish holatini $300 ga xonadon egasiga qo'yib berganmiz. Chekasida milliy gullarimizni qilib berilgan. Milliy gullarimizdan 250 ming so'mdan kvadratga qo'yib, mana shu 10 kvadrat atrofda plus minusi bor, 10 kvadrat atrofda qilib berilgan. Qolgan barcha mahsulotini, tunikani mana bu kichkina detallarigacha, aksessuarlarigacha kvadratga hisoblab berganmiz. Kvadratini 294 kvadrat atrofda list sarf qilingan. Agarda siz bizga chet davlatidan murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz sizga video lavhalarini jo'natib turamiz. Ko'rib, baho berib, inshaalloh. Agar sizga ham mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'lsa, mana shu ekranimizda turgan nomerga aloqaga chiqsangiz, Xudo xohlasa biz ishingizni bitirib beramiz. Keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin.